muallim kelajak avlodni kamolga yetkazishga tayyor bo'lgan fidoyi kasb egasidir. Muallim siyratida poklik, samimiyat, sadoqat, mehr muhabbat, beg'uborlik singari go'zal fazilatlar uyg'unlashib ketgan. Muallim aslida ilm urfon, ziyo, tafakkur va hikmatlar timsolidir. Ulug' shoir Alisher Navoiy e'tirof etganidek, dunyoning bor boylik va xazinasi bilan ham ularning oliyjanob mehnati haqini ado etib bo'lmaydi. Haqiqatdan ham o'quvchilarni o'z farzandidek ardoqlab, yosh avlod tarbiyasi uchun ko'z nuri, qalb qo'ri, butun borlig'ini baxshida etadigan o'qituvchi va murabbiylar tom ma'noda fidoyi kasb egalaridir. Bugungi kunda viloyatimizning eng olis chekka hududlarida ham ilm-fan va ta'lim-tarbiya sohasi rivojiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Ta'kidlash joiz, so'nggi yillarda ilm-fan va ta'lim-tarbiya sohasini davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylantirishga qaratilgan ko'plab chora-tadbirlar belgilanmoqda. Cho'l hududida joylashgan tumandagi 2-o'rta umumta'lim maktabida ham o'qituvchilarning ilg'or ta'lim texnologiyalari va metodikalarni puxta o'zlashtirib borayotgani muhim ahamiyat kasb etmoqda. Zero sohada olib borilayotgan islohotlarning zamirida milliy manfaatlarimiz mujassamligini e'tiborga olgan maktab jamoasida yoshlarni yetuk va har tomonlama komil insonlar etib tarbiyalash asosiy maqsad qilib belgilangani holda faoliyat olib borilmoqda. Men бұл мектепте 1984 жылдан бастап мектепте бастауыш сынып мұғалімі болып істедім. Та 2021 жылға дейін осы мектепте істедім. Бұл істеген кезімде 9-ға жақын выпуска қылдым. Шығардым, оқушылар шығардым. Ал осы шәкірттерімнің барлығы мұғалімдер, врачтар, әйтеуір әр түрлі маман иелері болып, барлық мемлекетте істеп жатыр. Бұл мектепте көп деген менің жақсы күндерім өтті. Өткен жылдың өзінде менің шәкірттерімнен 5 оқушым осы мектепке жұмысқа тұрды. Біреуі қазақ тілі әдебиет, және біреуі әдептен береді, біреуі информатика, математика, барлығы әртүрлі маман иелері болып, осы мектепке жұмысқа тұрды, шәкірттерімнің бәрі. Мен өте қуаныштымын, себебі өз жақсы көрген мамандық иесі болып, 37 жыл осы мектепте сабақ бердім, бастауыш сыныпқа сабақ бердім. Құдайға шүкір, Аллаға шүкір, осы мектепте істеп, өзімнің сүйікті мамандығым иесі болғандықтан ешқашан өкінбеймін. Өзімнің мұғалім болғаныма да, бір шәкірттерім болғанына да қуаныштымын. Bugungi kunda ayniqsa chekka hududlardagi ta'lim maskanlarida ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, yosh avlodga mukammal bilim berish borasida ibratli faoliyat olib borilmoqda. Mazkur ta'lim maskanida ham xuddi ana shu jihatlarga alohida e'tibor qaratilayotgani ta'lim-tarbiya yuksalayotganligidan dalolatdir. Ayniqsa bu borada boshlang'ich sinflarda o'quvchilarning qiziqish va qobiliyatlarini aniqlab, kelgusida ularni mukammal bilimga ega bo'lishlari uchun darslarning zamon talablari darajasida yangi pedagog texnologiyalar asosida o'tilishiga alohida e'tibor qaratilayotganini ta'kidlash joiz. Bu yerda yaratilayotgan shart-sharoit va imkoniyatlar yoshlarni bilim olishi, ular salohiyatini oshirish asosiy e'tiborda bo'lmoqda. Ta'kidlash joiz, yoshlarga ta'lim va tarbiya berish jarayonida o'qituvchilar o'zlarining salohiyatlarini to'liq namoyon etishlari aynan yaratilayotgan shart-sharoitga bog'liqdir. Bugun yurtimizda maktabgacha ta'lim va maktab ta'limi tizimini rivojlantirish bo'yicha beqiyos o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Buni biz viloyatimizning olis hududi sanalgan Qorovulbozor tumanidagi 2-son o'rta umumta'lim maktabida bo'lganimizda yana bir bor yaqqol guvoh bo'ldik. Chunki o'qituvchilarning faoliyati bevosita maktab ta'limini rivojlantirish barobarida o'qituvchining mas'uliyati ham nechog'lik yuksak ekanligining amaldagi isbotidir. Maktabimiz ko'p millatli baynalmilal jamoani tashkil etadi. Mana 33 yildirki mana shu kasb orqasidan mana shu maktabda faoliyat ko'rsatib kelyapman. Bu maktabda o'zbek tili fanidan dars beraman, aksariyat yuqori sinflarda dars beraman. Pedagoglik mening qon-qonimga singib ketgan kasb sanaladi. Mening birinchi ustozim, birinchi murabbiyim onam sanadilar. Bizning oilamizda o'qituvchilar oilasi sanaladi. Shuni hisobidan mana o'qituvchilik kasbini tanlab kam bo'lgan emasman. Mana shu pedagoglik jarayonimda kasbimdan kelib chiqib, mutaxassisligimdan kelib chiqib, bolalarga ham ta'lim,
ham tarbiya berib, ularni kelajakda kamol topishga o'zimning hissamni qo'shib kelyapman. Bugun o'qituvchi uchun hamma imkoniyatlar yetarli. Dars berish jarayonida ham, ishlash jarayonida ham, darsdan tashqari jarayonlarda ham o'quvchilar bilan ishlash, pedagoglar bilan ishlash, yosh o'qituvchilarga murabbiylik qilish hamma sharoitlar yaratib berilgan. Darsda faqat biz mutaxassislik fanlari bo'yicha chegaralab bormaymiz. Ularni ham ruhan, ham jismonan, ham ma'nan tarbiyalashga, ularga hayot bilan bir qatorda ta'lim tarbiya berishda o'z hissamizni qo'shib kelyapmiz. Agarda menga imkoniyat bersa edi, men qaytib o'qituvchilik kasbini egallagan bo'lardim. Chunki o'qituvchilikdan kamol topdim, o'qituvchilikdan baxt topdim, o'qituvchilikdan mana bugun hurmat, e'tirof topib o'tiribman. E'tirof etish joiz, keng ko'lamli ta'lim islohotlari orqali o'sib kelayotgan yosh avlodga nafaqat bilim berish, balki ularning har tomonlama rivojlanishi, fikrlash qobiliyatini o'stirish, kelajakda yetuk va malakali kadrlar bo'lishlari uchun har tomonlama mukammal bilim berish zarurdir. Orolbozor tumani viloyatimizning olis, cho'lga tutash tumani bo'lish barobarida bu yerda darslar davr talablari darajasi bo'lishiga ham e'tibor kuchaytirilmoqda. Ushbu ta'lim maskanida ham fidoyi muallimlar, o'z kasbining ustalari borligi e'tirofga sazovordir. Chunki ushbu pedagoglar o'zining tinimsiz izlanishi, yangi ta'lim metodikasi bilan oddiy bir qishloq maktabini ta'lim berish jarayonlarini barcha zamon talablari asosida olib borilishi bilan ibratlidir. Holbuki ushbu maktab Buxoroning olis cho'l tumanida joylashgan bo'lsa-da, bu yerda barcha shart-sharoitlar muhayyo etilgan. Kompyuter xonalari barcha zamonaviy texnik jihozlar bilan bezatilgan. Bu yerda o'qituvchi va o'quvchilar bemalol kompyuter xizmatlaridan foydalanishi va o'zlariga kerakli ma'lumotlarni olishlari mumkin. Shu bilan bir qatorda maktab kutubxonasida o'quvchilar uchun barcha adabiyotlar yetarli ekanligini alohida ta'kidlash joiz. Ziyo maskanida tez-tez turli tadbirlar, yozuvchi shoirlar bilan uchrashuvlar, turli davr ijodkorlar hayoti va ijodi haqida ma'lumot beruvchi tadbirlar o'tkazib turiladi. Ta'kidlash joiz, bugun ushbu maktab bitiruvchilarining aksariyati oliy o'quv yurtlariga o'qishga kiryapti. Turli ko'rik tanlovlarda ishtirok etib kelayotganlar ham aynan shu maktab o'quvchilaridir. Mamlakatimizning barcha hududlarida bo'lgani singari mazkur ta'lim maskanida bir necha millat vakillari ta'lim tarbiya olishadi. Ta'lim maskani yashayotgan katta yutuqlar zamirida ham maktab jamoasining ahilligi, izlanishi va bir maqsad yo'lida faoliyat olib borishidir. Bu yerda ham o'z kasbining fidoyilari, izlanuvchan pedagoglar borligi shubhasiz ta'lim tarbiya jarayoni mukammal olib borilayotganligidadir. Hozir pedagogik stajimga 32 yil bo'ldi. Ham boshlang'ich sinfda, ham yuqori sinfda o'zbek tili fanidan dars o'tish jarayonida yangi pedagogik texnologiyalar asosida darslarni tashkil qilishga harakat qilaman. Hozir o'qituvchilarga berilayotgan imkoniyat juda ham keng. Men albatta prezidentimiz tomonidan ta'lim sohasiga berilayotgan e'tibordan juda ham xursandman. Yana qayta yosh ustoz bo'lib, mana shu maktablarda yosh o'qituvchilar qatorida o'z faoliyatini yuritishni xohlayman. Kelajakda ham yurtimga, xalqimga sadoqatli insonlarni tarbiyalashda mana shunday ham ularga ta'lim berib, ham tarbiya berib, hayotda o'z o'rnini topishga yordam berishga harakat qilaman. Zero e'tirof etilganidek, ta'lim sohalari ichida eng muhimi bo'lsa, o'qituvchilik kasblar orasida eng ulug'idir. Shu sababli xalqimiz o'zining farzandlari tarbiyasini o'qituvchilarga ishonib topshiradi. Biz ustozni otadek ulug' deb bilgan, uni hamisha boshiga ko'tarib e'zozlagan buyuk ma'rifatparvar xalqning vakillarimiz. Tariximizdagi qaysi mashhur ajdodimizni olmaylik, ularning barchasi ustozlarga yuksak ehtirom bilan qaraganlarga guvoh bo'lamiz. Ustozini, muallimini e'zozlagan jamiyat albatta ravnaq topadi. O'qituvchisining qadr-qimmati baland bo'lgan xalqning obro' e'tibori yuksak bo'ladi. Hayotda har bir ezgulik, har bir yutuqning zamirida o'qituvchining mehnati, bardoshi
va mehr muhabbati mujassam ekanini ta'kidlash lozim. Bugungi ezgu maqsadlarimizga yetish, yoshlarimizni ilm-fan, ma'rifat va ma'naviyat, taraqqiyot yutuqlariga ega bo'lishlari o'qituvchi mehnatiga bog'liq. Ayni shu maqsadda ta'lim mazmuni, sohadagi islohot va yangilanishlar bosqichma-bosqich amaliyotga tatbiq etilmoqda. Zamonaviy dars natijalari mazkur ta'lim maskanida ham alohida e'tiborda bo'lmoqda. Shuning uchun ham keyingi yillarda yurtimizni har tomonlama taraqqiy ettirish maqsadida barcha sohalar qatori ta'lim tizimida tub islohotlar olib borilmoqda. Maktabda 750 nafar o'quvchi hamda 70 ga yaqin ustozlarimiz faoliyat olib boradilar. Bularning orasida oliy toifali, birinchi toifali va ikkinchi toifali o'qituvchilarimiz juda ham ko'p. Vazir jamg'armasi hisobidan rag'batlantirilgan o'qituvchilarimiz bor. Maktabda asosan ta'lim jarayonlari rus va qozoq tillarida olib boriladi. Mana shu o'quvchilarimizga, mana shu o'qituvchilarimizga qulay shart-sharoitlar barchasi yaratib berilgan. Ta'lim jarayoniga berilgan alohida e'tibor tufayli mana bitiruvchilarimizni oliy ta'limga jalb qilish jarayonlari juda ham samarali bo'ldi desak adashmayman. Tumanda umumiy o'rtacha ball hisobida mana shu bitiruvchilarimizni yuqori natijaga erishganliklari va mana shu oliy ta'limga kirish jarayonlarida 100% dan 92% natijani e'tirof qilganlari alohida tahsinga sazovor deb o'ylayman. Ta'limga berilayotgan mana shu e'tibor natijasida mana maktabimizni moddiy texnik bazasini yangilanganligini alohida e'tirof qilsam bo'ladi. 10 ga yaqin elektron doskalarimiz, 60 ga yaqin kompyuter vositalari, davlat tomonidan berilgan mana shu smart televizorlarimiz va kameralashtirish jarayonlari ta'lim sifatini oshirishda mana shu hozirda to'liq 100% sinf xonalarini kameralashtirilganligi, mana bularni hammasi men o'ylaymanki, mana shu ta'lim sifatini oshirishga yanada o'z hissasini qo'shadi. Aynan ta'lim sohasiga bo'lgan e'tibor mamlakatning ertangi taraqqiyoti uchun mustahkam zamin yaratadi. O'quvchilarning qobiliyatini yuzaga chiqarish, bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etishga qaratilgan 5 muhim tashabbus doirasida ham ijobiy ishlar olib borilmoqda. Bu boradagi amaliy harakatlarni davom ettirish, ayniqsa musiqa, san'at, axborot texnologiyalari va sport to'garaklari faoliyatini yanada rivojlantirish, ularni zarur vosita va jihozlar bilan to'liq ta'minlash alohida e'tiborda bo'lmoqda. Bugungi kunda yosh avlodning intellektual va ma'naviy salohiyatini yuksaltirish, ularni ona vatanga muhabbat, istiqlol g'oyalariga sadoqat, milliy va umuminsoniy qadriyatlarga hurmat ruhida tarbiyalash ishlariga qo'shgan salmoqli hissasi uchun o'qituvchi va murabbiylarga O'zbekiston Respublikasi xalq o'qituvchisi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan xalq ta'limi xodimi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan yoshlar murabbiysi, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan sport ustozi kabi faxriy unvonlar joriy qilingan. Ta'lim maskanida 1-oktyabr ustoz va murabbiylar kuni munosabati bilan ustozlar ulug'landi, sharaflandi. Ularning mehnati bir so'z bilan aytganda qadr topmoqda. Maktabda o'tkazilgan Sizga ta'zim ustozlar adabiy badiiy tadbiri ham sohada uzoq yillar samarali ishlagan, o'zining mehnati va fidoyiligi bilan ibrat bo'lgan ustozlar ulug'landi. Shu kuni o'tkazilgan 3 avlod uchrashuvida ular yoshlarni yurtimiz ertasi uchun munosib insonlar bo'lishi, bilim olishlari uchun yaratilgan shart-sharoitlar xususida fikr mulohazalar bildirishdi. Zero ta'lim maskaniga tashrif buyurgan faxriy muallimlar mehnati e'tirof etilgani, ularning hayoti va faoliyati yosh avlod uchun ibrat ekanligi ta'kidlandi. Deydilar, dunyoda asli kim aziz? Aytdilar, ustozdir, ustoz begimon. Tag'in aytdilarki, yana shubhasiz ustozin qadriga yetolgan inson. Bugun ustozlarimizni qadriga yetayotgan yoshlarimizni ko'rib ko'zlarimiz quvonadi. Mana 1000 dan ortiq o'quvchilarimiz bugun jamiyatimizning turli jabhalarida faoliyat ko'rsatib kelyapti. Ularni ko'rib ko'zing quvonadi. Ularni ko'rib haqiqatdan o'qituvchi bo'lganingdan faxrlanasan. Demak, o'qituvchilik buyuk kasb, o'qituvchilik ulug' kasb. Har yili yurtimizda 1-oktyabr o'qituvchi va murabbiylar kuni sifatida keng nishonlanadi. Biz har birimiz hayotda qanday muvaffaqiyat va natijalarga erishgan bo'lsak,
Bu yutuqlarda albatta ustozlarimizning beqiyos hissasi bor. Mana shunday quvonchli kunda barcha ta'lim sohasi xodimlari, ustoz murabbiylarga ta'zim qilamiz. E'tirof etilganidek, dunyodagi eng bebaho boylik va boqiy merosni yaratish, uni xalqimizga, uni o'sib kelayotgan yosh avlodimizga bezavol yetkazish yo'lida chinakam fidoyilik ko'rsatib, mehnat qilayotgan ulug' insonlar bu muallimlardir. Bu ulkan boylik aql, zakovat va ilm. Bu o'lmas meros, yaxshi tarbiyadir.